Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 3-kitob 124-hadis. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni jamrada ko'rdim. U zotdan savol so'rashardi. Bir kishi qurbonlikni tosh otishdan oldin so'yib qo'yibman dedi. Otaver, tanglik yo'q dedilar. Boshqasi, ey Allohning rasuli, qurbonlik so'yishdan oldin soch oldirib qo'yibman dedi. So'yaver, tanglik yo'q dedilar. U zotdan oldinga yoki keyinga surilgan nima narsa haqida so'rashganda ham qilaver, tanglik yo'q dedilar. Jamra hajdagi tosh otiladigan joy.